Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Bond olimpiadasida ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Buning uchun bondolimpiada.uz saytiga kirganimizdan keyin bu oynachamizda ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bond olimpiadasi qaysi sanada o'tiladi va manzili qayerda o'tiladi va necha kun qoldi olimpiada. Keyinchalik navbatda biza telefon raqamimizni kirgizib ro'yxatdan o'tish ehtimolimiz bor. Buning uchun telefon raqamimizni kiritamiz va kod tugmachasini bosib SMS kod keladi. SMS kodimizni kirgizamiz. Подтвердить kod tugmachasini bosamiz. Keyinchalik o'zimizga login bo'lamiz va parolni kirgizamiz. Login bilan parolni yodda saqlab qolinglar. Shu login orqali paroldan shaxsiy kabinetimizga kiradigan imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Lekin albatta biz o'zimiz familiyamiz va ismimizni kiritishimiz kerak. Keyinchalik rayonni saylaymiz. Rayon viloyatni saylab oldik, keyin rayonni saylaymiz. Urganch, so'ng keyin maktab nomini yozamiz. Qaysi klassda o'qishimizni, qaysi fandan olimpiadamiz bo'ladi. Biz olimpiadamiz matematika fanini sayladik. Bu yerda ustozimizni adi familiyasini yozamiz. Keyinchalik qaysi tilda olimpiada o'tamiz? Rus tili yoki o'zbek tili? Sayladik. Registratsiya tugmachasini bosamiz. Bosilgandan keyin bizda shaxsiy kabinetimizda shu ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu yerda o'zimizni reytingimizni ko'rib bilamiz. Hozirgi vaqtda ko'rib biz o'zlarimiz registratsiya olganmiz. Chiptamizni olish uchun tugmachaga bosamiz. Mo'yin bileti. Bu biletni biz oldik. Shu biletni PDF formatida saqlab olishimiz mumkin yoki screenshot qilib olimpiada bo'ladigan vaqtida ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bu chipta onlayn elektron shaklda saqlab qo'yishingiz mumkin yoki printda chiqarib kelsangiz bo'ladi. Bu shaxsiy kabinetingiz har doim shu login parol orqali kirish ehtimoliniz bor. Va keyinchalik boshqa olimpiadalardan registratsiya shu yerdan o'tib bilasiz. Har doim reytingingizni ko'rib, cheklim ball olganingizni ko'rib bilasiz.